Bismillah. Do'stlar, bugun sizlar bilan yoshligimizda nonga pulimiz yo'q paytlikda dadam vashi mazali ovqat qilib berardilar. O'sha ovqatdan qilib ko'ramiz. Qani qanaqa chiqar ekan? Sizlar ham bitta uylaringda qilib ko'ringlar. Uyda tayyorlash ham arzon, ham mazali bo'ladi. Bu ovqatning nomi lappaq go'sht deyiladi. Buni nomini dadam qo'yganlar. Chunki bu ovqatni pishirib berganlarida qanaqa ovqat bu deb so'raganimizda lappaq go'sht deganlar. Bay bu ovqatni qilish uchun bitta skоворodka bilan bitta qozoncha sotib oldik. Unga ham sig'masa deylarda bu go'shtlar. Bu ovqatni retseptini o'rganib olinglar. Sizlar ham aniq farzandlaringizga qilib bersalaringiz bir umrlik esida qoladi. Chunki bu meni 8 yoshimda esimda qolgan bu ovqat bo'ladi. Chunki mazasi haqiqatda bomba. Ko'rayotgan bo'lsalaring, bunga qo'shilgan narsalar juda ham oddiy. Hammani uyida bor, tuz bilan murch qo'shildi. Oddiygina tayyor bo'ldi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun bitta like bosib, videoni saqlab oling. Bu ovqatda asosiy mazani beradigan pomidor bilan rozmarin. Rozmarin bilan ko'rayotgan bo'lsalaring, yaxshilab savalab, xuddi saunaga borganda urishadi, xuddi o'shana qilib urib savalab chiqib, keyin rozmarin bilan pomidorni solib, nima qilib ozgina dimlab qo'yamiz. Bundan chiqayotgan hid bor, yoshligimni esga tushirib yubordi. Do'stlar, mana oxiri tayyor bo'ldi. Endi qana pishirganimga ham baho beringlar. Ko'rinish shunaqa ko'rinishda hozir endi chachilib ketibdi. Bismillah. Diyor. Cho'ta steykxona ochib qo'yaman u. Achchiq qalampir bilan ketadi. Do'stlar, buni sizlar ham uylaringda tayyorlab ko'ringlar. Arzon tushadi ancha ko'chadan ko'ra. Salam kola bizning ta'mimiz.